YouTube man qaytdim. Shunaqa maza qilib YouTube'da shoshilmasdan gapirish mumkin. Shuni sog'inibman. Sizlarga bugun 3 yillik mana shu 3 yilda menda katta o'sish bo'ldi-da, juda ham katta va mana shu oxirgi 3 yilda bitta eng katta bu meni prям hamma odamlarning fikridan o'stirgan, ichimdagi 99% og'riqlarni shifolagan. Xafa bo'lmay qo'ydim bu narsa anglaganimda. O'sha eng katta anglashim bilan bugun bo'lishaman sizlarga. Albatta 3 yillikni bilmayman qanaqa bo'lishaman 10 minutli videoda. Hozir shuni bo'lishmoqchiman. 3 yil oldin biz Balidan O'zbekistonga qaytib keldik. Bizani sayohatlarimiz to'xtadi, O'zbekistonga qaytdik, sayohatga yonmay qo'ydik. Balki ko'p sayohat qilganimizga, charchaganimizga, bilmayman nimaga, xullas deb o'ylagan edim, hozir bilaman. Men O'zbekistonga kelib eng katta o'sishni olishim uchun ekan va u o'sish aynan tan olish bilan bog'liq. Ya'ni chet elda yursang tipa krutoysan, O'zbekistonda juda ham oddiy o'zimiz bilan birlash jarayoni bo'ldi. Eng katta bizga juda ham katta kuch bergan anglash bo'ldi mana shu 3 yilda. Va biz o'zimizni asl qudratimizni esladik. Bilasizlarmi? Qudrat katta, kuchli, yorqin, qanaqadir katta, baland ovozdagi kuch deb o'ylar ekan. Asl qudrat juda ham sokin, kichkina, oddiy, pichirdek, ko'rinmas, lekin cheksiz kuchga ega, ichki полный fundament tayanch ekanda. Odatda biza tashqaridan o'zimizni isbotlaymiz-ku kuchimizni. U asl kuchimiz, kuchsizligimiz ekanda. Kuchsizligimizdan o'zimizni kuchli ko'rsatishga harakat qilar ekanmiz. Asl qudrat u umuman ko'rinmas. Даже tashqaridan oddiy, kuchsiz, ojiz inson ham bo'lishingiz mumkin-da, lekin ichingizda ogogo haqiqiy qudrat. Fursatdan foydalanib, mening qudratim degan biza turmush o'rtog'im bilan 2 yillik tanaffusdan keyin chet elda, Vyetnamda retrit qilyapmiz. Sentyabr oyida. Shuning uchun mening qudratim mana shu ovozi yo'q, lekin ichingizda hech kimga ko'rinmas, lekin faqat o'zingiz biladigan va sizga ichingizdan asl sevgi, asl tayanch bo'lib beradigan o'sha qudrat haqida retrit. Qo'shilish uchun pastda retrit haqida ссылка beraman, kommentariyada va описаниеda o'sha kanalga qo'shib olinglar. Davom etamiz. Mening qudratim bu bitta so'z bilan aytaman. Mana shu 3 yillik katta olgan narsam bu ulg'ayish, separatsiya. Ikkita so'z bo'ldi уже. Va uchinchisi nihoyat hamma atrofga tarqalib ketgan kuchlarni qaytarish. Bilasizlarmi, biz butun dunyoga aslida bolaligimizdagi ota-onamiz bilan bo'lgan munosabatimiz qolib ketadi. Butun dunyoga shu munosabatni beramiz. Misol uchun ota-onamizdan juda ham sevgi olmagan bo'lsak, butun dunyodan shu sevgini talab qilamiz. Ota-onamizdan tan olinish, qanaqadir ham bo'ladi-yu, hurmat olmagan bo'lsak, o'sha narsani butun dunyodan har bitta insondan qidiramiz, ko'zlaridan. Ola olmasak esa xafa bo'lamiz. Ajoyib, lekin mana shu ota-onamiz bilan hal qilsak, separatsiya bo'lib ota-onamizni hislaridan chiqsak, butun dunyo bilan avtomatik hal bo'lar ekan. Avtomatik, bu juda ham ajoyib ishlaydi. Bu haqida oldin ham eshitganman, ko'p bilimlar, retritlarga borganman, ayniqsa shu ulg'ayish haqida. Lekin asl ulg'ayish mana shu oxirgi 3 yil. Buni qayerdan bildim? Amalda ham bu ko'rindi. Men butun umr mashhur bo'lishdan qo'rqardim, odamlardan qo'rqardim, odamlarga chiqishdan. 8 yildan beri faoliyat, psixologik darslar, seminarlar o'taman, lekin kichkina krugda, masalan, Telegramda 2000-3000 ta odamga darslar o'tib yurardim-da. Lekin mana shu oxirgi 2 yil ichida menda Instagramda butun O'zbekistonda meni tanishib boshlashdi. Chunki men ulg'aydim, men aynan o'sha ichimdagi aytdim-ku 99% og'riqlarim ketdi. Aynan ulg'aygandan keyin. Ulg'ayish nima? Ulg'ayish nihoyat siz ota-onangiz bilan tengdosh bo'lish. Biz ota-onadan past bo'lamiz. Qarang, biz ota-onamizdan kutamiz-ku. Hammada har xil, meni shaxsan bunaqa bo'lardi. Ota-onam meni yo'limni, men tanlagan yo'limni qadrlashmaydi. Men unaqa sinitz qilishmaydi, unaqa zo'r
mani zo'r deb bilishmaydi degan narsa bor edi. Ya'ni mani jiddiy emas, qilayotgan ishlarimni jiddiy emas deb o'ylashadi degan narsada. Bu narsani kutish oddiy bolachani ishida. Bolacha mani qadrlashmaydi. Ota-onani mana shu bizga har bitta insonga ota-onani bo'lgan munosabati butun bir ta'sir qiladi. Paka inson ota-onadan separatsiya bo'lib, uzilib, ichidan o'zini ichki ota-onasini ulg'aytirib olmaguncha, o'ziga o'zi bo'ldi, men katta insonman. Bu alohida inson, bu Sovetskiy Soyuzi insonlarida hamma ota-ona haq etmayman. Endi baribir ota-onamiz boshqa zamonning insonlari, boshqa fikr, lekin u fikr men bilan общий narsa yo'q. Shu narsa bo'lgandan keyin bu maxsus praktikalar qildim, 3 yil ichida separatsiyalar qildim. O'zimni soyalarim bilan tanishdim. Kstati, siz o'zingiz bilan ota-ona bo'lganingizdan keyin o'zingiz bilan tanishishni boshlashingiz kerak bo'ladi. O'zingizni quyoshli tarafimiz bor, bizning soya tarafimiz bor. Haqiqiy ota-ona bolasidan, hattoki bolasi eng yomon bo'lsa ham voz kechmaydi, to'g'rimi? Asl ota-ona, men endi bizning ota-onalarimiz albatta 100% bilan qabul qilisha olmagan, chunki ular o'sha paytda o'sha ong darajasi norma edi bu. Bolalarni faqat yaxshi tarafini yaxshi ko'rishardi, yomon tarafini jazolab voz kechirishar, bunaqa bola kerak emas debdi. Asl ota-ona bo'lish o'zimizga nisbatan ota-onamizdan umuman ulardan hurmat qilib, minnatdor bo'lib, ota-onamiz bera olgan maksimumni berishgan. Qaysi ota-ona bolasiga kam beradi? Hamma qo'lidan kelgani, qo'lida bor narsasini beradi. Qo'lida borini bergan har bitta ota-ona. Lekin biz undan ham ko'pini kutib qolganmiz-da. Ishda travmalar paydo bo'lgan, travmalar yo'q narsa. Shu bo'yicha ham menda katta prorыв bo'ldi. То есть travma yo'q, chunki missiya bor. Missiyamiz uchun kerakli travmalar beriladi. Biz o'zimiz missiyamizga, o'sha narsa anglaganingizdan keyin ota-onangizga bo'lgan xafagarchiliklar ketadi, chunki qanchalik o'zingizni missiyangizni tushunib olganingizdan keyin, o'zingiz bu hayotga nima kelganini bilganingizdan keyin, ota-onam bergan har bitta travma minnatdorman. Yaxshi ham berishgan ekan, deyman. Ayni o'sha travmalari mana shu missiyamni ochib berishdi. Hozir men tushunmayman, sizlar voy tiniq birma-bir gapiring deb aytgandirsizlar. Kimdir agar logik bo'lsa, lekin his qiling, shunchaki bilingki, что bu 3 yillik katta narsa, men harakat qilaman energiyasini yetkazishga sizlarga. Aytayapmanki, mana shu narsani qilganimdan keyin ota-onadan separatsiya qilib, ya'ni ota-onam bu ko'p inson, endi men o'zimga ota-onaman va o'zimni soya qismlarim bilan o'zim bilan uchrashganimdan keyin va har bitta yomon taraflarimni ham men o'zimda sevganimdan keyin va o'zimni baxtli qilishga mas'uliyatni, javobgarlikni olganimdan keyin butun dunyo sevgisi meni o'zimni ichimda ekanligidan kelgandan keyin menda 99% obida ketdi. Menda kimdir menda xafa bo'ldingmi deb so'raydi, men hayron bo'laman-da. Yo'q deyman, nima uchun xafa bo'lishim kerak? Hayron bo'lishadi odamlar, nimadir qilishadi-da. Chunki men o'sha ota-onamga bo'lgan talablarim, kutuvlarim ketgandan keyin butun dunyodan o'sha kutuvlarim ketib qoldi. Shunda bilasizlarmi, eng katta men heytdan qo'rqardim. Heyt degani insonlar meni yomon ko'rishidan, menga qarshi bo'lishidan, meni qadrlamaslikdan, bilim, tajribalarim pastga urishidan. Mana shu narsa qo'rquv, eng katta qo'rquv hisoblanadi menimcha o'limdan keyin odamlarda-da. Butun, chunki bolalikda hamma o'sha sevgisizlikda qolib ketganda, bizning pokoleniyamizda. O'sha narsadan xalos bo'ldim, o'sha qo'rquvdan. Norm qarayapman-da. Mana shu qo'rquv meni to'xtatardi har doim. Mana shu qo'rquvdan chiqishimga ham aynan ulg'ayib o'sha ichki asl kuchimga ulanish menga yordam berdi. Aynan ulg'ayish, separatsiya va quyoshim, soyalarim bilan целостный o'zim bilan birlashish. Mana shu 3 ta narsa. Buni qanaqa, endi bu mavzular katta, bu o'zingizlar o'rganib, mustaqil o'rganib chiqishingiz mumkin. Lekin biz turmush o'rtog'im bilan Vyetnam retritida aynan shu mavzusida, mavzuyimiz o'zi mening qudratim. Insonlar hamma kuchi anaqa ketib qoladi. Kutishga, kimdirdan xafa bo'lishga, vaziyatlarni nimadirlar yaxshi bo'lishini kutishga, kimdir unga yordam berishini, kimdir odamlar uni yomon ko'rmasligi, xullas atrofdagi mana shu narsalar ketib qoladi. Asl qudrati esa mana shu hamma narsani qaytarib olish yo'q. Meni asl baxtim ham ichimdan olaman, sevgim ham ichimdan olinadi, podдержкам ham. Odamlarni yaxshi ko'rish, meni yaxshi ko'rish ham meni ichimda. То есть men
xohlasam odamlar meni yaxshi ko'radi. То есть buni ham men yarata olaman. Поддержкani ham уже atrofdan поддержкani siz kutib talab qilmaysizda, balki yaratasiz. Ajoyib, a? Spokойно, xotirjam shu narsani o'zingizni energiyangiz orqali yaratasiz. Judayam bu zo'r. Bu eng katta hayotingdagi eng katta o'zgarish. Menda o'zi albatta oxirgi mana shu 2017-yildan beri psixologlikka o'qigan bo'lsam, o'zim dars berish boshlagan bo'lsam, уже 9 yildan beri katta transformatsiyalar o'tganman-da. Lekin mana shu oxirgi eng kuchlisi, mana shu eng uzog'i 3 yillik menda unaqa bo'ldi. Umuman qiziqishlarim qolmadi, xohishlarim qolmadi, o'zimni yo'qotib qo'ydim. Lekin bu zo'r-da. Bu degani sen o'zgarding, sen yangi insonga aylanyapsan. Va yangi insonga aylandim. O'zgarish o'zim bilaman-da uni. Bilasizlarmi, qanchalik osonlashganini yashash o'shandan bilaman. Qanchalik ichimdagi og'riqlar ketganidan bilaman. Bilasizlarmi, aytgan bo'lardim sizlarga, что mana shu 3 yillik transformatsiya ham o'sha payt qiynalgandirman, lekin o'tgandan keyin yaxshi ham bo'pti deyapman-da. Mana shu transformatsiya, shu yig'gan bilimlarda juda ko'p joyda o'qidim, o'rgandim, ko'p ishladim, praraботкаlar qildim, lekin mana shu hamma energiya yig'ildi-da, chunki biza Balida, Istanbulda, O'zbekistonda ko'p retritlar o'tganmiz. Menimcha 50 dan ortiq loyihalar qilganmiz turmush o'rtog'im bilan, lekin mana shu 3 yil ichida bizada, ayniqsa menda turmush o'rtog'im albatta ular постоянный psixokonsultatsiyalar o'tadilar. Menda aynan retritlarni to'xtatib qo'ydim. Ko'proq boshqa loyihalarni qildim, lekin katta kuch yig'ildi demoqchiman-da, qilmaganimga. Katta kuchimizni mana shu Vyetnam retritida his qilasizlar. Vyetnamda biz 9-sentyabr ketyapmiz. Turmush o'rtog'im bilan Inyan erkak va ayol energiyasini birlashtirib beramiz. Mening qudratim deb mavzuda. U haqida bilish uchun pastda ssilkaga o'tinglar. Полный shunaqa ulg'ayish, separatsiya, o'zingiz ichki qudratingizga ulanish, soyalaringiz bilan tanishish, ichingizdagi diki bu hamma soyalar, bizning hamma ichimizdagi agressiyalar, bizda har bitta agressiyalar ichimizda, ular yomon emas. Ular faqatgina tushunmaganimiz uchun, ularni faqatgina biza tushunmaganimiz uchun o'zimizni eshitmaganimiz uchun shunaqa yomon insonga aylanamizda. Bolalarimizga-da shunaqa agressivni, ayniqsa bolalarga shunaqa ayollar agressivni, chunki lekin u agressiya shunaqa katta kuch emas, shunaqa bizning chiroyimizda, energiyamiz. Faqat u bilan biz uchrashishimiz kerak. Shunaqa soya bilan uchrashuv degan praktikalar ro'zalik ham kuchli retrit bo'ladi. Turmush o'rtog'im bilan birgalikda mana shu 2 yil, 3 yillik yig'gan energiyamizni, bilimlarimizni va yengilligimizni sizlar qabul qilasizlar. Har biringlarni kutamiz turmush o'rtog'im bilan.